Shoshilinch, bunaqasi hali bo'lmagan. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. 13-aprel kuni sodir bo'lgan yer silkinishi oqibatida Tojikistonning Rasht va Tojikobod viloyatida 94 ta turar joy binosi to'liq vayron bo'lgan. Bu haqda Tojikiston Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. 5-6 balli silkinish soat 09:24 da qayd etilgan. Yer silkinishi epitsentri Dushanbe shahridan 160 km shimoliy sharqda, Rashtdan 21 km uzoqlikda joylashgan. Dushanbeda 3 balga yaqin yer silkinishi kuzatilgan. Ma'lumotga ko'ra 200 dan ortiq qo'shimcha binolar, jumladan maktab va tibbiyot punktlari, choyxonalar vayron bo'lgan. Rasht viloyatining o'zida 40 ga yaqin turar joy binosi vayron bo'lgan. Yana 5 tasi qisman shikastlangan. Tojikobodda esa 54 ta uy to'liq, 45 tasi qisman, yana 61 ta bino esa shikastlangan. Tojikiston prezidenti topshirig'iga ko'ra, mamlakat bosh vaziri o'rinbosari boshchiligida maxsus hukumat komissiyasi tuzilgan. U vaziyatni o'rganib, yetkazilgan zararni baholash, yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda deyiladi xabarda. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.